Assalomu alaykum hammaga, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan kichik safarga chiqamiz. Ya'ni Toshkentdan Andijonga. Andijonga bormaganimga ancha bo'lgandi va nihoyat ketyapmiz. Bismillah deb yo'lga chiqdik. Sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ozgina videolar olgandim. Marhamat, bu Qamchiq dovoni. Perival. Bu yerdan qancha o'tmasam har doim mazza qilaman. Toza havo, chiroyli tabiat. Allohning yaratganlariga subhanalloh demasdan iloji yo'q. Juda ham go'zal manzara. Albatta kelishinglarni maslahat beraman. Ko'ringlar. Baribir kamera yetkazib bera olmaydi. O'z ko'zi bilan ko'rgan boshqa bu tabiatni. O'zi ham bu yerda 2 soat yuriladi, ya'ni vodiyga o'tish uchun 2 soat shu tog'lardan Perivalda yuriladi, ya'ni mashinada. Shunaqa atrofda bemalol to'yib, toza havoda nafas olib, mazza qilib, chiroyli tabiatni tomosha qilib ketishingiz mumkin. Biz ham shunaqa qildik. Bolalar xursand, juda ham yaxshi ko'rishadi Perivalni bolalarim. Tushdik biroz, videolarga oldik, rasmlarga tushdik va yo'ldan shunaqa qurtob, bizda Andijonda qurtob deyiladi, toshkentliklar qurt deydi. Shunaqa oldik, semechka oldik. Chaqib yeb ketish uchun yo'lda, ya'ni va qornimiz ochganini his qilgan holda shashlik yeyish uchun tushdik. Tog'da shashlik umuman boshqacha ketadi. Ovqatlandik, issiq choylarni ichdik. Shu payt biroz yomg'ir yog'ib turgandi. Boshqacha vibe, boshqacha his berdi odamga. Xullas, mazza qilib ovqatlanib yana yo'limizni davom ettirdik. Bu уже Qo'qonga kirib keldik mana. Qo'qon o'zini shirin, mazali patirlari bilan mashhur. Albatta uyga ketishda doim patir olamiz. Mana o'sha Andijon Farg'ona yo'li. Bu esa Andijonga kirib kelish posti. Va nihoyat biz yetib keldik. Ura! Bu yerda menda boshqacha hissiyot, albatta. Baribir o'zingni tug'ilib o'sgan joying boshqacha bo'ladi odamga. Qadrli demoqchiman. O'zi ham bir yilda doim kelishga harakat qilaman. Bu safar 8 oyda keldim. Shunaqa andijonliklar bo'lsa, kommentlarda yozib qo'yinglar. Bormi? Menda andijonlik qizlar, ayollar, andijonliklar bo'lmaganlarga ozgina bo'lsa ham sizlarga videolar oldim. Bu biz Andijon ko'chalari o'zgarib ketyapti kundan kunga. O'sha mana uyimizga oz qoldi. Ozginadan keyin o'sha uyimizda bo'lamiz. Allohga behisob shukr, yetib keldik. Kelishimizga qaynona ayajonim bizga andijoncha oshlar qilib kutib oldilar. Devzira guruchda mazza qilib yedik. Bu o'sha 2-kun qizlar. Hozir Qirg'izistonga ketyapmiz. Andijonga kelganimizga 3 kun bo'ldi. 3 kun dam oldik. Onamni ko'rishga bordim va endi
Meni qaynona ayajonimni opalari bor. O'shda O'zgan shahrida yashaydi. Ular albatta o'zbek. Birsiylar O'shda, O'zganda o'zbeklar yashaydi. Qirg'izistonda ya'ni. Shu yerga yo'l oldik. Postda chegarada ya'ni video olish mumkin emas. Ikkalasida ham O'zbekiston, Qirg'iziston tarafda ham. Shunga ololmadim. Уже mana O'zganga yetib keldik. Bu O'zgan bozori. Mana bizni shunaqa chiroyli qilib mehmon qilishdi, kutib olishdi. Asladan ozgina hovli vibe videolar oldim. Qaranglar, bu yerda gullar, har xil mevalar, anor, nok, olmalar bor edi. Bolalar mazza qilib o'zlari o'sib yeyishdi. O'zi daraxtdan o'sib yeyish boshqacha albatta. Biz Andijonda ham hovlida yashardik. Toshkentga kelib endi hozir ko'p qavatli uylarda turibmiz. Bolalarim boshida o'rganisha olmadi, chunki bizda ham Andijonda hovlida mevalarimiz bo'lardi. Hovlimiz to'g'ri katta emasdi. 5 sotxli hovli edi, lekin mevalarimiz bor edi. O'zi uzib yeyishda sog'inishgan ekan bolalarim mazza qilib. Shunaqa огородdan bodring, mevalar uzib mazza qilib yeyishdi. Keyin bizni xolajon shunaqa baliqxo'rlikka olib bordi. Mazza qilib baliqlar yedik. O'zlari ko'zingiz oldida tutib baliqni shunaqa chiroyli qilib qovurib pishirib berisharkan. Va mana aylandik O'zgan shahrini. Bu уже tepadan ko'rinishi. Mana bu yerda soy oqar ekan. Nimagadir hozir suvi kam ekan. Mana O'zganda tepadan ko'rinishi. Aytgancha qirg'izistonliklar, o'zganliklar bo'lsa kommentda yozinglar. Bormi? Mana shunaqa mazza qilib aylandik. Havosi toza, mazza. Sizlarga ozgina videolar olgandim. Judayam chiroyli, judayam menga yoqdi. Mazza qilib mehmon bo'ldik, aylandik. Va uyga keldik. Bizga shunaqa o'z qo'llari bilan lo'li kaboblar tayyorlash berdi, mehmon qilishib, mazza qilib yedik. Va qizlar kechqurun shunaqa chiroyli oy chiqqandi. Nimaga shaharda shunaqa ko'rinmaydi? Mana oldim. Shunaqa ham chiroyli edi. O'zi mana qizlar Andijonga qaytib, yo'dan keyin 2 kun dam olib va yana Toshkentga qaytyapmiz. Yana o'sha Perevaldamiz, Qamchiq dovonida, ya'ni obeddan keyin yo'lga chiqqandik. O'sha mana quyosh botish arafasida. Toshkentga oz qoldi. Va nihoyat Allohga shukr yetib keldik qizlar uyimizga. Bilasizlar, produktlarimiz yo'q edi, chunki uyda 15 kundan beri yo'qmiz. Va korzinka qo'ldan zakaz qildim. Уже bu ertasi kuni kompot solib qo'ydim bolalarga. Va buni keyin o'chirganimdan keyin apelsin bilan yadan solaman. Salat qilmoqchi bo'ldim bu yerda. Bu yerda mana krabovoy palochkada qilmoqchi edim. Nimagadir bolalarim buni yoqtirishmadi, yechni xohlashmadi. Va xo'p deb o'zgartirish kiritib, voila, krutinka soldim o'rniga.
buyam yaxshi chiqdi. O'zi issiqda bunaqa mayonezli salatlar uncha ketmaydi. Nimagadir bolalarim sog'inib qolibdi. Olivia qilib bering degandi qizim. Oliviyani o'rniga shunaqa salat qilib berdim. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. To'yimli bo'ladi, mazali bo'ladi. Oddiy bu yerda tuxum, grudin, qaynatilgan guruch, kukuruz va ozgina bodring. Mana maza qilib salatlarni yeb oldik. Judayam to'yimli bo'ldi. Va menda shunaqa slonli testam bor edi uyda. Internetda bitta retsept ko'rgandim. Shuni hozir qilib ko'rmoqchiman. Shunaqa tayyor xamirni olib, ichiga maydalangan yong'oq, tvorog, ozgina shakar aralashtirib solamiz. Nachinkasiga, ya'ni shunaqa uchburchak qilib kesib olamiz va как rogalik qilib o'raymiz. To'g'ri, u yerda xamir dro'jali xamir edi, menda oddiy somsa slonli xamir bo'lgani uchun uncha men ko'rgan videodaqa ishib chiqmadi prям. Mazali bo'ldi. Qizlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Hozir issiqda o'zingizlarni qiynab xamir olib yurishni keragi yo'q. Shunaqa tayyor xamirlar bor. Allohga shukr. Hozirgi paytda sharoitlarda yaxshi, ayollarga oson. Mana shunaqa qilib ichiga nachinkalarni solamiz va duxovkaga jo'natamiz. Yarim soatda pishib chiqadi. Уже mana tayyor. Endi buni alohida idishga solib, ustiga menda bori sgushonka edi. U ko'rgan retseptimda ustiga shokolad quyishgandi. Menda afsuski shokoladim yo'q. Shunga issiq paytida sgushonkadan foydalanib, shunaqa ustiga qo'yib chiqdim. Erib, taglarigacha o'tadi. Issig'ida qo'ysanglar, ya'ni sgushonkani. Mazali bo'ldi. Bir pasta choylar bilan bolalarim yeb olishdi. Kofelar bilan ham zo'r ketarkan. Xo'jayinlarga ham yoqadi. Albatta qilib ko'ringlar. Menga ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar.